41-mavzu Kushon davlati. Kushon davlatining tashkil topishi. Miloddan avvalgi 140-130 yillar oralig'ida ko'chmanchi Yuezhi qabilalari Yunon Baktriya davlatini bosib oladi. Yuezhilar Baktriya yerlariga kelib o'rnashadi. Milodiy 1-asrda Yuezhilar orasida Kushon xonadoni yuksalib, Kushon davlatiga asos solinadi. Yuezhi qabilalarining mulklarini birlashtirgan birinchi Kushon hukmdori Kudzula Kadfis bo'lgan. Bu davrda Afg'oniston va Hindiston viloyati Kashmir Kushon davlatiga qo'shib olingan. Vima Kadfis hukmronligi paytida davlat yanada kengayib, podsho Kanishka davrida ulkan imperiyaga aylandi. Uning hududiga Hindiston, Afg'oniston va O'zbekistonning janubigacha bo'lgan yerlar kirgan. Rim, Parfiya, Xitoy davlatlari qatori Kushon podsholigi ham ulkan imperiyalardan biri bo'lgan. Ammo to'xtovsiz urushlar oqibatida Kushon davlati inqirozga yuz tutadi va milodiy 3-asrda parchalanib ketadi. Vima Kadfis davrida Kushon podsholigida hukmdor nomi bitilgan tanga zarb qilish boshlanib, pul islohoti amalga oshiriladi. Zarb qilingan tangalarning qiymati oshib ketadi. Tangalar oltin, kumush va misdan tayyorlangan. Kanishka hukmronligi davrida Kushon podsholigi o'z taraqqiyotining cho'qqisiga erishadi. Yangi shaharlar bunyod etiladi. Hindiston, Xitoy va Rim imperiyalari bilan savdo va elchilik munosabatlari yo'lga qo'yiladi. Pul islohoti xo'jalik va savdo-sotiqning rivojiga ko'maklashgan. Xo'jalikning rivojlanishi. Kushon davlati xo'jaligining asosini sug'orma dehqonchilik, savdo-sotiq va hunarmandchilik tashkil qilgan. Bug'doy, arpa va shola yetishtirilgan. Kushonlar davrida suv tegirmoni, chig'ir turlaridan keng foydalanildi. Hunarmandchilik ham yuksak darajada taraqqiy etgan. Kushon davlati yodgorliklari bo'lmish Xolchayon, Dalvarzintepa, qadimiy Termiz, Zartepa, Kampirtepa va boshqalarni o'rganish jarayonida aniqlangan topilmalar ham buni tasdiqlaydi. Kushon davlatidagi o'zaro madaniy va savdo-sotiq aloqalari tufayli O'rta Osiyoning turli viloyatlarida qadimgi aramey yozuvi keng rivojlanadi. Bu yozuv alohida harflarga asoslangani sababli uni o'zlashtirish ancha oson bo'lgan. Qadimgi Termiz yodgorliklarini o'rganish natijasida aramey yozuvi asosidagi Kushon Baktriya alifbosidagi yozuv namunalari topilgan. Kushon mamlakatida yana bir yozuv, Kushon shaklli yozuvi mavjud bo'lgan. Bunda harflar burchakli va aylana shaklida yozilgan. Kushon podsholigida yana bir yozuv tizimi mavjudligini Surxko'tal, Afg'onistondagi Qunduz shahri yaqinida va Kampirtepa, Termiz yaqinidagi yodgorligidan topilgan Yunon alifbosidagi Kushon bitklari tasdiqlaydi. Amudaryoning quyi oqimida Zarafshon va Qashqadaryo vohalarida aramey alifbosi asosidagi Xorazmiy va Sug'diy yozuvlar ham keng tarqalgan edi. Diniy e'tiqod. Kushon davlati tashkil topayotganda Baktriya Sug'diyonaning asosiy aholisi Zardushtiylik dinida edi. Kushon podsholigi tarkibiga Hindistonning shimoliy qismi qo'shib olinganidan keyin hozirgi O'zbekistonning janubiy hududlari bilan yaqindan aloqalar o'rnatilgach, Kushon davlati hududiga buddaviylik dini kirib kela boshlagan. Surxon vohasidagi eski Termiz, Ayritom va Dalvarzintepada katta buddaviylik ibodatxonalari mavjud bo'lgan. Aynan ushbu voha orqali buddaviylik O'rta Osiyo bo'ylab tarqala boshladi. Buddaviylik dini Zardushtiylik bilan birga milodiy 8-asrgacha O'rta Osiyoda saqlanib qoladi. Me'morchilik va san'at. Kushonlar davrida binokorlik va me'morchilik yuksak darajada taraqqiy etgan.
Dalvarzintepa va eski Termiz singari shaharlar xom g'ishtdan qurilgan mustahkam mudofaa devorlari bilan o'ralgan edi. Mudofaa devorlari ortida esa hukmdor qarorgohi joylashgan, shaharlarning o'zi hunarmandlar mahallalariga va turar joy mavzelariga ajratilgan. Shaharlarda saroy va ibodatxonalar barpo etilgan. Xolchayondagi Kushon hukmdorlari saroyi, eski Termiz, Qoratepa, Fayoztepa va Dalvarzintepadagi buddaviylik ibodatxonalarida o'sha davr devoriy tasvirlari va haykaltaroshlikning yuksak san'atkorona namunalari o'rganilgan. Shahzodalar, saroy ayollari, jangchilar tasviri, Budda haykali va Ayritomda topilgan do'mbirachi hamda o't cholg'u asbobini chalayotgan musiqachilar tasviri shular jumlasidandir. Kandakorlik yuqori darajada rivojlangan. Dalvarzintepada fil suyagidan yasalgan shaxmat donalari topilgan. Kushon san'atida mahalliy an'analar, qadimgi Sharq va qadimgi Yunoniston ellinistik san'ati uslublari muvofiqlashgan. Xo'p, bugungi mavzumiz shulardan iborat edi. Diqqat bilan eshitib, tinglashingizni va yaxshi baholar bilan sertifikatlarni A+larni olishingizni tilab qolaman. Obuna bo'lishni unutmang.